Qadrli tomoshabinlar, biz ayni paytda Asilbek Bibisora fermer xo'jaligidamiz. Bu fermer xo'jalik nimasi bilan ajralib turadi? 40 gektar maydonda mana shunday makkajo'xori poyalari ekilgan va bu makkajo'xorilar o'zining boshqacha turi va boshqacha yirik hajm bilan ajralib turadi va ana shu makkajo'xori poyasidan yuqori hajmdagi, yuqori miqdordagi hosillar yetishtirilyapti. Buning sirlari nimalardan iborat o'zi? Mana shular haqida batafsil ma'lumot olish maqsadida biz mana shu fermer xo'jaligiga keldik. O'zbekistonda dehqonchilik qilishdan avval mamlakatingiz ko'p yillik ob-havosini o'rgandim. Tuproq va suv namunalarini Turkiyaga olib borib tadqiq qildik va hudud uchun eng qulay makkajo'xori navini tanlab oldik. Ammo ushbu ekinni yetishtirish jarayoni muammolardan xoli emas. Suv taqchilligi ob-havoning qizib ketishi shular jumlasidan. Shunday bo'lsa-da, agrotexnik tadbirlarni vaqtida amalga oshirib, ushbu navdan quruq iqlim sharoitida ham yiliga 25 tonnagacha hosil olish mumkin. Buning uchun biz ekish ishlarini muayyan me'yorlarga ko'ra amalga oshirmoqdamiz. Masalan, odatda 1 metrga 5 dona urug' qadalsa, biz 1 metrga 7 dona ekamiz. Gektariga hisoblanganda ham o'zgarishlar sezilarli bo'ladi. Standartga ko'ra bitta poyada bitta dumbul bo'lishi kerak, ana shunda sifatli hosil olish mumkin. Biz ana shu me'yorlarga amal qilgan holda ish olib bormoqdamiz. Önümüzdeki yıl sorunları daha minimize edip 25 tona kadar verim alma şansımız var.